Tarixda shunday buyuk shaxs borki, sukunatni ham saf etgan. Bugun ushbu buyuk shaxs haqida gaplashamiz. There is nothing impossible to him who will try. Buyuk sarkarda g'ayritabiiy qobiliyat egasi Aleksandr Makedonskiy miloddan avvalgi 356-yilda Makedoniyada tug'ildi. Otasi Filip II, onasi esa Eper podshohining qizi Olimpiada edi. Aleksandrni buyuk sarkarda bo'lib yetishda uni onasi Olimpiada va ustozi Arastuning xizmatlari katta. Ustozi Arastu tomonidan 13 yoshidan boshlab unga siyosat, etika va falsafa kabi fanlar o'qitiladi. Eramizdan avvalgi 336-yilda Makedoniya podshosi Filip II o'ldirildi. 20 yoshar Aleksandr Makedonskiy esa taxtga chiqarildi. Aleksandr Makedonskiy taxtga chiqqandan dastlabki ishlarni otasining qotillarini yo'qotish bilan boshlaydi va dastlabki yurishlarini Frank qabilalari, ya'ni franklarga qarshi amalga oshiriladi 2 yil davomida va keyingi urushlar esa sharqqa qaratiladi. Aleksandr Makedonskiyning harbiy yurishlari sharqqa 10 yil davom etdi. Bu yurishlari davomida Suriya, Mesopotamiya, Iroq va Misrni zabt etdi va keyingi azaliy orzusi hisoblangan Eronni eramizdan avvalgi 329-yilda Doro uchni zabt etdi va o'zining hududlarini, sarhadlarini ulkan hududga aylantirdi va uning keyingi yurishlari Osiyo mintaqasiga amalga oshirildi. Ya'ni Osiyo hududida joylashgan Sog'diyona, Baxtriya hududlarini zabt etgach, miloddan avvalgi 326-yilda Hindistonni zabt etdi. Buyuk sarkarda dunyoni zabt etishga umri yetmadi. 33 yoshida bezgak kasalligiga chalinib vafot etdi. Aleksandr Makedonskiy qisqa vaqt hukmronlik qilishiga qaramasdan, butun bosib olingan hududlarda Yunon madaniyati va ularning urf-odatlarini tarqalishda antik madaniyatning shakllanishiga katta xizmat qildi. Aleksandr Makedonskiy dunyo tarixida chuqur iz qoldirgan sarkardalardan biri.